Shuning uchun birodar, Allohning taqdiri, ustingga kelgan yomon kun, yomon ish Allohning taqdiri. Taqdir kimgadir bir piyola asal berdi. Unga mazza. Kimgadir bir piyola qaymoq berdi. Unga ham mazza. Yana kimgadir bir piyola qiyomni berdi, qaymoqni berdi. Biriga qaymoq, biriga qiyom. Endi taqdir turli bitilgan. Bu Allohning xohishi. Endi senga bir piyola limon suvi tegdi. Nima qilish kerak ekan? Peshanam sho'r ekan. Hammaga qiyom tegdi, qaymoq tegdi, asal tegdi, menga endi limon tegdi. Nima qilasan endi? Aytchi, nima qilasan? Birovning o'g'li yo'q. O'zini baxtsiz his qiladi. Qizing bor-ku. Birovning nimasi yo'q? Qizi bor, o'g'li yo'q. O'g'li bor, qizi yo'q. Sen ijobiyat ko'rishni o'rgan. Kim 3 ta qizni boqib katta qilib dedilar Rasululloh. Joyiga opo yuvib tarab topshirsa, do'zaxdan parda bo'ladi dedilar Rasululloh. 3 ta qizi. 2 ta bo'lsa-chi yo Rasululloh? 2 ta bo'lsa ham. Bitta bo'lsa-chi? Bitta bo'lsa ham. Ijobiyatni qara. Bermasa nima qilarding o'sha qizdir, o'g'ildir? Nima qilarding? Qayoqqa borar eding? Endi birodar, senga taqdir bir piyola limon suvini beribdimi? Bu Allohning xohishi. Nima qilasan? Ming'illab o'tirasanmi? Bir qoshiq shakarni olginda shirin sharbat qilib ichib olgin. Agar meni qamab qo'yishsa, deyapti, xilvat. Haydab chiqarishsa, sayohat. Qatl qilishsa, shahodat.